Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Kecha juma edi, mana bugun shanba. 31-may. Mana shu domlada turamiz. Shu domlarning podvalida ozgina ishlar qilib yurdik. Mana Allohning qudrati bilan abobil qushi podvalga tushib qolgan ekan. Shuni olib chiqdik. Ukamiz olib chiqib berdi. Mana sizlarga abobil qushi mashi bo'ladi. O'zbekiston poytaxt Toshkent, Chilonzor algoritm. Ya'ni Qizil Sharq massivi. Mana abobil qushi. Ko'ringlar hammanglar. Muhtaram bangilarni olib ketamiz. Bering mana video qilaylik. Mana shu Nosir bu yoqqa qarab. Kalta bo'ladi. Mana shu Nosirboy degan yigit shuni olib chiqib berdi podvaldan. Yaxshisini. Mana abobil qushi. Ha? Alloh rozi bo'lsin. Nima? O'zingiz qara. Qaranglar qanaqa chiroyli. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.